Savollarga binoan bugungi kunda aytishyaptiki, kaksaki haqida ma'lumot berib o'tib keting. Shu haqida ta'kidlab o'tib ketsangiz. Kaksaki yuqumlimi, yuqumli emasmi? 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni hammasida bo'lmasa ham ko'pchiligida bo'lib o'tish kerak. Bundan qo'rqish kerak, qo'rqish kerak emasmi? Qo'rqish kerak emas bu kaksakidan. Biror bir juda og'ir kasallik emas, lekin hamma kasal bo'lib o'tishi kerak bo'lgan kasallardan bittasi. Suv chechagiga o'xshagan, oldingi zamonda privivkasi, qizarmuni privivkasi bo'lmaganda hamma qizarma bo'lib o'tish kerak degan tushuncha bo'lardi. Tushuncha emas, shunaqa narsa bo'lardi. Hamma qizarma bo'lgan odamniki bizlar yoshligimizda olib borib, yuqtirib, shu qizarma bo'lib biz o'tardi. Xuddi shunaqa kasallardan bittasi bugungi kunda bu kaksaki degan kasal. Bu yil 2025-yil bu juda ko'p tarqaldi. Juda ko'p insonlarda bo'lyapti. Ayrim insonlar, ayrim ota-onalar buni vahima bilan qarashyapti, lekin bu vahimali narsa emas. O'z holicha o'tib ketadi. Inkubasiyon vaqti 7 kundan 14 kungacha, kasallik davomi boshlanishdan 3 kun, 5 kun davomida issiq chiqishi, ishtaha yo'qolishi, qo'l ichida toshmalar, og'iz ichida toshmalar vujudga kelishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Ortiqcha dorilar kerak emas, antibiotik kerak emas. Suv icholmay qolsagina tomchilik dorilar qilishimiz mumkin. Haddan tashqari toshmalar ko'payib ketib qolsa, unda ham o'sha simptomlarga qarab turib dorilar qilishimiz mumkin. Faqat ko'p miqdorda o'zi suv ichayotgan bo'lsa, suyuqlik berib turishimiz, yengil ovqat berishimiz, issig'i chiqsa paracetamol berishimiz, burni bitayotgan bo'lsa, burnini ochib turishimiz, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Shu ayrim holatlarda statsionar davo, ya'ni shifokor kuzatuviga yotqizilishi mumkin. Ayrim holatlarda har doim ham emas. Bu kasallikdan qo'rqmanglar. Qo'lidagi toshmalar o'z holicha ketadi. Qo'lidagi, shu orqasidagi, oyoqning tagidagi toshmalar bir o'z holicha ketadi. Ortiqcha mayzlik kerak emas. Agar sizga kaksaki diagnozi qo'yilgan bo'lsa, bundan qo'rqmanglar. Aslo qo'rqinchli kasallikdan emas. Sog' bo'linglar, salomat.